Omonat Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'ladi, banda bilan bandaning o'rtasida bo'ladi. Alloh bilan bandaning o'rtasidagi omonat mana shu a'zolarimiz. Qo'limiz, oyog'imiz, ko'zimiz, quloqimiz, tilimiz, tishimiz, butun jismimiz Alloh bilan bandaning o'rtasidagi omonat. Nima uchun? Buni bizga inson yaratib bera olmaydigan narsa bu. Allohniki bu. Bu meni jismim deymiz, lekin aslida bu Alloh taoloniki bu. Alloh bizga omonat qilib berdi ishlatish uchun, yaxshilik ishlatish uchun omonat qilib berdi. Ko'zimizni, quloqimizni, tilimizni, ongimizni, jismimizni. Biz bu to'g'risida, tanamiz to'g'risida Allohning oldida javob beramiz. Lekin ba'zi bir mulk narsalari borki insonlar o'rtasida, bu inson bilan insonning o'rtasidagi omonat bo'ladi. Keling, bir qanchalarni zikr qilamiz. Tasavvur qiling, siz rahbarsiz. Rahbar ekansiz, sizni omonatingiz qo'l ostidagi insonlarga nisbatan bo'ladi. Adolat qilishingiz, ularni kechira olishingiz o'z vaqtida, ularga yaxshilik qo'lini cho'zishingiz, siz rahbar o'laroq omonatsiz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu adolatda qiyomatgacha zikr qilinadigan zot. Xalifa va shu bilan bir qatorda jannat bilan bashorat berilgan zot. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning odilliklari to qiyomatgacha zikr qilinadi. Bu voqealar hatto kino qilib ishlangan. Bir joydan o'tib ketayotganlarida bola yig'isini eshitadilar. Tammasdan bola yig'layapti. Bari insonga ta'sir qiladi. O'tdilarda so'radilarki, nima buni bolasi yig'layapti? Kasalmikin so'raylar dedilar. Shunda haligi bolaning onasi aytdiki, Umar radhiyallohu anhu ga aytibdi. Umar xalifa aytibdiki, kimda kim bolasini sutdan chiqarsa, nafaqa beraman debdi. Shu uchun sutdan chiqarmoqchiman bolamni nafaqa olish uchun. Tushunyapsizmi? Ya'ni ona emizmayapti, maqsad bolani sutdan chiqarish kerak. Sutdan chiqarsa nafaqa beriladi, pul berib turiladi. O'sha pulli evaziga oila qorni to'yadi ma'nosida. Shu uchun men bolamga mehr bermayapmanki, yig'lasa ham mayli, lekin bir muddat yig'laydi, keyin jim bo'lib qoladi, chunki sutdan chiqadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu chidolganlar. Mana shu chiqazgan qarorlarni bekor qilgan ekanlar. Nimaga? Onalar bolariga mehr bermay qo'ysa, emizmay qo'ysa, nimaga? Ana uni pulini olaman deb. Nafaqa pulini olaman deb. Bolalarni yig'isi zulm emasmi menga nisbatan? Men go'daklarga zulm qilib qo'yapman. Shu uchun bolasi borlarga nafaqa beraveringlar, sutdan chiqadimi, chiqmaydimi degan ekanlar. Mana rahbar o'laroq endi bir misol keltiryapman. Lekin aslida bunaqa narsa hammamiz qo'limizdan keladigan, o'zimizni korxonamiz bo'ladimi, kichkina bir ishimiz bo'ladimi, omonatga mana shundoq ado qilishlik rahbarning zimmasida bo'ladi. Ikkinchisi, farzandlar ota-ona uchun omonatdir. U qanday omonat? Omonat bu yerda farzandlarni solih qilib tarbiyalash. Men kecha ham shu narsani aytdim. Ba'zilar ibodat deganda tarki dunyochilik deb bolalari qator qilib dunyoga keltirib qo'yadi-da, bo'ldi deydi. Endi ular o'zini aravasini o'zi tortsin deydi. Nimaga men ibodat qilishim kerak, namoz o'qishim kerak, ulug'larni xizmatini qilishim kerak deydi. Dinni yomon ko'rsatish shu azlar. Dinimizda bolalaringni shunday dunyoga keltirib qo'yda, bo'ldi, rizqi Xudodan, ishingni quvur degan joyi yo'q. Payg'ambar alayhisalom hayotlarini ko'ring, nabiralarga bergan mehrni. Yoki bo'lmasam har safar kelganlarda birinchi hujra saodatlarga kirishdan oldin Fatima onamiz kirib ahvol so'rardilar. "Ey Fatima, yaxshi o'tiribsizlarmi?" dedilar. Payg'ambar ishi ko'p, bir oyda bir ko'rsam ham bo'lar, yo o'zi kelib ko'rsin emas. Borib Oysha onam, oralig'i uzoq emas. Ya'ni ancha bo'ldi ko'rmaganimga deydigan ham emas. Bugun bizni tilimizda aytganda Yunusobodda turadi-yu, qizi Chilonzorda turadi emas. Bitta ko'chada turishadi qo'pol qilib aytganda. Lekin payg'ambar alayhisalom, "Ey Fatima, yaxshi o'tiribsizlarmi?" deganlar. Hol ahvol so'raganlar.